Assalomu alaykum. Farog'at kanalini kuzatayotgan guruhdoshlar. Sog'misiz, salomatsizlar. Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Mana men Boburjon, Toshkent viloyat hokimligidaman. Bir fuqaro murojaat bilan kelganman. Fermerning 7 gektar noqonuniy yer maydoni bor, hamda 1 gektar, 1,5 gektar uzumzor bor. Uzumzor buzib tashlab u yerga paxta ekkan. Hamda 1 gektar dehqon xo'jaligidan yer ekib hozirgi kunda foydalanib kelyapti, lekin aslida o'zi dokument bo'yicha 30 so'tix 35 so'tix ekan. Xabaringlar bor, kecha tunov kuni murojaat chiqargan edim, ariqda emasdi, xuddi shu fermerdagi kamchiliklar. Mana hozir o'sha murojaat bo'yicha keldim, viloyat hokimligiga, qishloq xo'jaligiga, qishloq xo'jaligining bo'lim boshlig'i Qurishda ekan, hamda yordamchisi Muhrim akam yo'q ekan. Xudo xohlasa boshqa xodimlarni kutyapmiz. Murojaatchi murojaatini aytaman, xudo xohlasa qonuniy tartibda ko'rib chiqib, o'ziga qonuniy baho berishadi. Mani kuzatishda davom etinglar, xudo xohlasa natijasini ko'ramiz. Xudo xohlasa shu yerda muammo shu viloyat hokimiyatida hal bo'lyapti. Agar viloyat hokimiyatida hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, ya'ni qishloq xo'jaligi vazirligigacha bu temada chiqib boraman. Chunki davlatning yerlarida noqonuniy tartibda foydalanish mumkin emas. U fermer bilan, fuqaro bilan haqqi yo'q. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.